pulni qayerga qo'yishni bilmasdan ana shunaqa buklab burunlariga solishgan. Mana 1 oydan buyon shu holat. Bemorimizda burunlarda yod chiqsin, shikoyatlari 1 oydan buyon burundan sassiq hid kelishi va burun oqishiga. Yasina, burningni o'zing tiqdingmi? Malades. Nima edi bu endi? Bu nima? Kardon goni. Hidini sezdingizmi? Mana shu narsani bemorimiz burunlariga tiqqan 1 oydan buyon xuddi shu shikoyat bor. Mana burunlardan olib tashladik. Yo'q, burunlarda boshqa yo'q. Bu yog'ini ham bitta ko'raylik. Yo'q, bunda ham yo'q. Mana bemorimiz pulni qayerga qo'yishni bilmasdan ana shunaqa buklab burunlariga solishgan. Mana 1 oydan buyon shu holat. Farzandingizda agar burunda qo'lansa hid kelishi yoki bir tomonlama burun bitishi, bir tomonlama burundan sassiq yiring ajralma kelishi bo'lsa, albatta lor shifokorga murojaat qilish talab qilinadi.